Yoqaman salom, men sizlar bilan Max Uz va bugungi videomizda Roblox'da qo'rqinchli qamoqxonada qolamiz. Biz obi bir nimasidamiz. Qarayman, xo'sh kelsin. Buni bosar ekanmiz. Anavli yo'q sizlarga. Shunga sizlarning ovozingiz chiqib yotibdi. Demak, bu yerdan tezroq o'tib ketamiz. Ketdik, yaxshi. Lazerlarda o'tamiz. Sakraymiz. Ketdik, yaxshi, normalniy. Sakraymiz. Xo'sh, bular nima qiladi? Bular ko'tariluvchi uloqlar ekan, lazerlar ekan. Xo'sh, ketdik. O, yaxshi. Xo'sh, burada sifirga plastik kartani o'g'irlaymiz. Rahmat. Ketdik. Bu juda oson bo'ladi. Bu choq qo'tyapti. Bu eshik kelishim kerak. Parkur deb boshlaydi. Ketdik, yaxshi. Sekin. Negadir telefon qo'tyapti qattiq. Yaxshi. Oho. Mana shular qator qo'shib qolib hech qisi yo'q. Boshidan qaytadan mening bola shu yerda bo'lib qoldi. Beri qiynamas, shunchaki men bularga tegib ketmaslik kerak ekan. Mana u yetib keldi. Menimcha bu ikkinchi lekko do'stlar. Ketdik tezroq. Yaxshi, yerni bo'lib ketamiz. Yaxshi, bizlar qayerga olib ketadi, qarab ko'ramiz. Kanalizatsiya. Sal oldi. Xo'sh, ketdik. Qaysi tarafga boramiz? Bu tarafga ketdim. Xo'sh, yaxshi. Sakraymiz. Yaxshi, mana bu yerda tepaga ko'tarilish mumkin ekan, tepaga ko'tarilish. Yerlarga sekin. E'tibor bilan yurish kerak. E'tiborli bo'lish kerak. Yaxshi. Zo'r bo'ldim dedim men senga. Asablarim buzilib ketadi.